Agar to'g'ri bo'lsa like bosib qo'yasiz. Bo'lmasam shart emas. Marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, tutgan ro'zangning ne ma'nosi bor? Uyingda miskinga taom yo'q bo'lsa, bir oy och qolmoqning ne ma'nosi bor? Agar tarozidan ayirib qolsa, tiling zahar kabi yurak og'ritsa, qo'ling pora olib poralar bersa, o'qigan namozingning ne ma'nosi bor? Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar, haqsizdan pul olib haqli qilganlar, haj qilmoqning ne ma'nosi bor? Harom pullari bilan villa qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar, tuhmat bilan kimnidir baxtsiz qilganlar, o'lganida yosinning ne ma'nosi bor? Namoz ham, roza ham muhim birodar. Vijdonli bo'lish qiyin birodar. Haqiqiy inson bo'lish muhim birodar. Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor? Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor?